Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston. Uzoq yaqindan ko'rib turgan aziz yurtdoshlar. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun 30-mart. Yakshanba, Loyish, Og'daryo mol bozoridamiz. O'zi qo'chqarlar bor ekan, nech puldan ekan? Qo'chqarni ko'ringiz, qo'chqar. O'zi qo'chqarlar bor ekan? Qo'chqar. Nech pullar ekan bu? 3 milliondan. Nima zoti bu? Nima kanal akajon? Najmiddin o'zi. Hozir bor. Erkak qo'chqarlar. Nech puldan so'rab bu? 26 dan so'radi. Katta ekanligi. Yomon lak ketadi. Qo'zimi, molmi? Qo'zi. Qachon odam bo'lar? Qo'zi bozor boshlagan. Nima qo'zimi? Dinobollar bor, dodalari bor. Surxondan kelgan, Surxondan. Olamiz. Bugun odam sanjab, bugun bayram bo'lgani uchunmi? Juda sanjab. Mana Dinobollar. Mana sorima bor. Surxonda qo'ylari. Zoti nima bor? Mana egasini bor. Egasini ham savolda qo'y. Siz yaxshilab oldi shuni. Aka nech pul deyapsiz bu qo'ylar? Aka ayting. 1 million 800 ming so'ralyapti. Qaysisiga? Mana egizi. Bitta egiz yana bolaga. Sor, ha. Egiz bolalari bilan. Egasini ham yaxshi. Yaxshi ish qilsin. Ketadi. Aka nech pul deyapsiz? Ayting qani? 8 deyapman, 78 so'rayapman. 78 so'ralyapti. Bu so'rima bo'lar? Sori. Lekin baland degan yaxshi qo'yinglar. Vallahi. Baylarga bozorlarimiz bersa. Juda sanjabki bozor. Bugun bayram. Bugun bayramda. Uzun nech pul deyapsiz aka bitta aytib yarim narxini? 2 millionchi. Bozor nech so'ra? 18. Bozor bersa aka. Ham bu yerda ham qo'zilar bor ekan. Qo'zilar nech puldan ekan? 22 dan. Bozor nech so'rayapti? So'ramaman hali. Yer yetti bozor ber. Nomerini aytasiz? Yo, nomer. Hop. Bu yoqdan o'tib qani. Qo'chqarni nima deyapsiz? Nech pul deyapsiz bash? Ayting. Qo'chqarni. Asqar gapir o'zing. Aytinglar. Narxini ayting. 5 million deyapti. 5 million nech so'ra bozor so'ra. 4 million. 4 million. 4 yarim ham so'radi. Yo'q. O'zini ham olib beradi. Hali bozorni bu. Ona bola qo'ylar nech bo'lagan aka? Ona bolani 5 deyapmiz. Bozor nima deyapti? Bozor 43-44 so'rayapti. So'rayapti. Bugun bozor ham ancha kamagan odam. Nomer qoldirmaysizmi? Mobodo? Nomer qoldirmaysiz? Ha, aka bozor qilasiz. Baraka bo'ldimi bu? Nechiga baraka bo'ldi? 8 ga. Ha, bu sal oldin olgan. Surxondaryodan kelgan degan qo'yimiz 8 ga baraka bo'ldi. Nechiga chiqdi? 8 ga deyapti-ku. Kim biladi? 8 million bo'libdi shu qo'ylar. Mana 8 million olgan ona bola. Ha, har doim o'tib ketaman echkilar shu bo'ladi. Nech pul o'yina bola echkilar bu? 2 million kam bor. 2 million kam bor. Bozor so'radimi? 16 so'ra. Kamera tushasizmi? Bir ta'mirlab qo'yasizmi? Yo'qmi? Ha, tushmaygan. 16 so'ralyapti ona bola echkimiz. Mayli, bu bozoringiz bersin. Ha, qo'zi chiroyligani buni. Ona bola nech bo'lagan aka bitta narxini bilib o'tdik. 4 million. Bozor nech so'radi? 3 million 300. 3 million 300 so'radi. Bolasi chiroyliganda.
Ha shu odam bu odam. Qaysini? Ha o'zi ruxsat bersa qo'yamiz. Qo'chqar nech pul deyapsiz? 4. Bozor nech so'ra bu? Ko'tarib odasini. O'zingiz ham olaymi? Mana endi hayit bayram bilan tabriklab qo'yaman. Yurtdoshlar. Hammani saylar. Sayillar bilan hammani. Tabriklab qo'yamiz mana. Mana endi tabriklab qo'ying. Qo'rqa, Tabriklab qo'ying. Hayitlar bilan tabriklab qo'ying. Ha, hayitlar tabriklaymiz. O'zbekiston ahlini. Ha? O'zbekiston ahlini. O'zbekiston ha, gaz bilan suv ko'tarilib ketdi-da. Mayli, salom. Najmiddin o'zi. Aziz yurtdoshlar, bugun bozor sanjab, keyin o'tgan bozor ertaga sanani ozroq xato aytib yuboribman. Endi odamimiz kamchiligimiz bo'ladi. Keyin kanalimiz nomini o'zgartirdik. Samarqand biznes olami desam ko'pchilik to'g'rilmayapti. Shuning uchun qisqagina qilib ismimni qo'yib qo'ydim, Najmiddin o'zi deb. 6 million bo'lsa sotiladi mana. Qaysi bu? Kichinasimi? 5 million 800 dan beramiz. Kichinasi nima? Irg'achi mana. 8,5 bo'lsa dastavkasi ham ichinaman. Ha, bunisi. Bozorimiz mana yengillashdi. Ko'pga tegdi mollar. Ko'pga tegdi. Biz 8,5 bo'lsa, bunisi dastavkasi. 8,5 bo'lsa dastavkasi ham ichida. Hojiboy so'rab o'tiribdi mana. Ha, nechi so'ra? Bozor o'zi nechi so'ra? Hojiboy 8,5 so'rayapti. Katta hoji. Ko'rchitinglar mana, kattartiringlar. Mana, seyr qilishga. Bozor lazım bersin. Ha, beraman, molam baqirib beryapti. Mana ular ham yaxshi tanalar ekan. Aka, bu nech puldan aka bu tanalar? 11 dan. Bozor nechi so'ra? 9,5? Ha. Dan so'radi-ya? Yaxshi. Nomer qoldirmaymizmi? Yo'q. Bo'yi shu birlar bor-a, birlardan ham +5, birdan plus lekin. Mayli, bozor bersin aka. Nech puldan deyapsiz aka bu tonalar? Aka bular uchun bitta joy 40 million kam bor deyapmiz. 40 million kam bor. Bozor so'radimi aka? 24 million 300 ming so'rayapti. Ikkitasi nima? Ikkitasi 24 million 300 ming so'ra. Chiroyli, lekin seyir qilsa ham boquvga tashlasa ham bo'lar ekan u. Mana, etlari ham emas. Najmiddin o'zi. Najmiddin o'zi. YouTube insa. Ha. Telefon nomer qoldiramizmi? Ha, mayli, bozoringiz bersin. Bugun ancha sanjab ko'p bo'ldi. Sanoqli mol tushgan-ku. Bu bizda nech pul deyapsiz aka? 7. Bozor nima deydi? Bozor nechi so'ra? 6,5. Bo'ylar bir 70 lar bor-a. 70-80 plusminus. Nomer qoldirmaymizmi? Mayli, bozoringiz bersin. Boshqa chiqaraydi. Nasıl? Oranovachanmi? Endi ho'kizchalarga o't. Bu birdan ziyatov, bir o'nlar bor-a. Kim deganlarga nech pul deyapsiz aka buni? Bunimi 15 deb. 15 deyapsiz. Bozor so'rami aka? 10 so'rayapti. 13. 13 so'radi. Necha yosh bu? 1 yosh. 1 yosh ha? Nomer qoldiramizmi? Shart emasmi? Bozoringiz bersin. Yaxshilab reklama qilib bering. Nomer qoldirmayapsiz-ku, reklama qilgan bo'ladi. Qoldirmay beraveramiz, yaxshi. O'zingiz ham video beringmi? Ha, mana hayitlar bilan tabriklab qo'ying, uzoq yaqindan O'zbekiston. Ha, gapirib ekansiz kamera qo'ysam. Najmiddin o'zi. Najmiddin o'zi. Bu novchalar nech puldan aka? 11 dan. 11 dan ha? Bozor so'radimi aka? Nechadan so'ra? 9,5 dan. Nomer qoldirmaysizmi aka, nomer? Mayli, bozoringiz bersin. Ona navsi sho'ylaganda. Bu navsilar olmag'i? Navsilar birdan plus ekanda. Aka, bu navsilar nech pul deyapsiz? 28 debman. Ikkalasini, bozor so'radimi? Necha so'ra aka? 25,5 so'ra. Nomer qoldiramizmi? Mayli, bozoringiz bersin. Bu navsilar olmag'i?
Yaxshi navos egaman. Aka, nech pul deyapsiz navosda? 16 kam bor. Biri 10lar bor, adashmasam, ha? 1 15 ekan. 5 sm adashmayman, ko'z chabadi. Aka, bozor so'radimi? 14,5 so'ra. Nomer qoldirmaysizmi? Necha yosh bu? Yosh. 8 oylik. Yaxshi navos. Ko'kamnikini ham olib. Buni oldik hozir. Nomer qoldirmaysizmi? Kishinikini qoldiring. Aytmadi-ku. Aytasizmi? Mana bu navosga salom. Ayting, balandroq. Ha. Mana shu navosga 93lik. Necha? 038 44 66 nomer. Mana shu navosga. Uyda ham sotilaveradi. Manzil qayda manzil? Manzil. Xayr. Safqozda. Ha. Mayli, bozorlar. Bu ham bir o'nlar bor. Navoscha nech pul deyapsiz, yura? 16 kam bor. 16. Bozor so'rami? Necha so'ra? 14 qilyapti. 14 qilyapti. Necha yosh bu? Yarash yosh. Nomer qoldirmaymizmi? Ayting. 95lik. 95lik 710 710 5310. 53 ha. Manzil qayda? Qoqdara loy sharchasi, Davlat qishlog'i. Loy sharchasi. Mana shu navoscha qiziqqan akalar bo'lsa aloqa chiqasizlar. Yaxshi navos ekan. Mana jura bozorni. Hech qarashlardan haq tiyoriga. Navoscha nech pul deyapsiz aka? 14 deyapti. 14 deyapsiz. Bo'yi bir plus minus bor-a? Ha, bor bilmayman. Necha so'ra bozor? Bozor 12,5 deyapti. Bu ko'kka chiqqanda shunchaga tortilib turibdi mo. Ha. 12,5 so'radi. Necha oylik bu? Yaxshi yo pardoz, ha? Ha, 10 oylik buzov. 10 oylik buzov, ha? Ha, gata bor. Nomer qoldirmaymizmi aka? Nomer qoldirmaymizmi nomer? Ha? Nomer qoldirmaymizmi? Yo'q, reklamaga o'qimang. Shartmasmi? Nima bu? Nimaga chiqadi? YouTube'ga. Mana bu navozlar sotilib ekan-a? Ularni hozir bilagan, mayda bitta katta navoz bor ekan. Yerda chekka baylab qo'yibdi, endi yeganlar qayda bo'lsa. Buni 14,300 qilyapti. 14,300 ga? Ha, 14,300 ga bermayapti. Bermayapti. Mana buni 19 million so'm qilyapti. Buni 19 qilyapti. Ha, mana unisini 18,200 oldi. Halani. Ha. Mana qoralarimiz ko'rsin. Necha oldi mana shuni? 18,300. 18,300 bo'ldi mana shu. Buni necha dedingiz aka? Buni 19,200 qilyapti, 300 qilyapti. Biri 25, biri 30 da bor. 19,300. Yaxshi navoz aka. Rahmat aka. Mana bu yerda bitta navozda savdosi bo'lyapti-ku. Bor barakalloh. Nech pul so'ralyapti mana shu navoz aka? 23 million. Mashalloh, zo'r navoz aka. 23 so'ralyapti, ha? 23. Ha, bor barakalloh. 120 plus bor, yaxshi navoz aka. Uni ezi o'tirmaydi. Navoz demon. Savdo pishmayapti hali. Baraka. Egasi nech pul deyapti, ega? Baraka. Kam emas, 23 million so'm tiniq toza. Nech pul deyapsiz aka? 30 million kam. 30 million kam bor deyilyapti ekan. Necha yosh ekan bu aka? Bu endi yeb kelgan endi boqish kerak. 2 ga kiribdi dedi, adashmasam. Yaxshi. 1.25 bor bo'yi. Bozorlarimizni bersan. Sirlar tushmabdi-ku, bitta mana shu ina bola bor ekan, men ham chekka baylab qo'yibdi, ona bola sirlardan yo'q. Yurtdoshlar, bozorda aylanib bo'ldim. Bugun kamgina sanjabgina mol ekan. Shuning bilan Samarqand Odaryo Loyish mol bozoridan yakunlaymiz videoni. Bu Loyish mol bozori yasham kun bo'ladi faqat. Endi like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turingizlar. Obuna bo'lmay ko'rib turgan aziz yurtdoshlar, sizlar ham 80% dan ziyod, 5000 tadan ziyod odam ko'ryapti. 1000 taga chiqdik, xudoga shukr. 5000 tadan ziyod hali ham ko'p odam obuna bo'lmay ko'ryapti. Mayli, xayr, salomat bo'linglar aziz yurtdoshlar.